hem sifatli hem kelishib ishlaydigan ustalar jamoasini sizlarga tavsiya etaman. Bu ustalar necha yillik tajribaga ega, zo'r, mustahkam, 100 yil turadigan etib ishlaydigan ustalar bular. Xalqimiz uchun necha yildan beri xizmat ko'rsatib kelmoqda. İşlagan ishlari mana juda ham chiroyli, mana juda yiltirab turibdi mana. Ko'rsatib o'tadi. Keyin bularning narxlarini, boshqa ma'lumotlarni so'rash uchun pastda telefon nomer qo'yamiz. Batafsil ma'lumotni Maqsad akamning o'zidan va brigada Maqsad akamning o'zidan so'rab bilib olasizlar, hurmatli obunachilar. Keyin kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yishingizni, ham bir like bosishingizni so'rab qolamiz. Apalapkalar var ekan, temirli Tix. Qalin apalapkalar. Fundament 3 qator sokol. Yeni 50 cm, balandligi 40 cm. O'rtacha yurib turgan fundament yana shunday sokol. Sokol 3 qator. 80 ming so'm deyotir bahasi. Qo'ldamda bayoklarda qarib quyib beradigan. Eğer kim fundament quyidiraman, stage quyidiraman deb yurgan bo'lsa, nomerlarini qoldiramiz.